Tualetga kirsam, hamma qo'shnilarni 40 yillik, 20 yillik qasqonlarini tozalashga o'tib ketishdi. Nima bo'la, men uxlab qolman deb yugurib chiqib qo'shnidan qasqonlarini so'rashga chiqdim. Ular ham bergilari kelmadi, chunki bu ulardan qolgan ekan. Bir rasvo qilib qo'ymaydi, bermadilar. Keyin menga ishoning, qasqonlaringizni yeb yengidek qilib chiqaman deb aldab-suldab oldim. Eng yomon ko'rganim o'zi qasqon yuvish bo'lgan, lekin kelin bo'lganimdan keyin qarasam, oyijonam qasqon yuvishni yomon ko'rar ekanlar, majbur qasqonni o'zim yuvishga harakat qilgan. Bunaqa qasqonlarni umuman qattim simchutkalarda ishqalab bo'lmaydi. Albatta, do'stini eslab qolinglar, poslesini birgalikda ko'ramiz. Chud idishlarni ham tashlab yubormoqchi ekanlar. Bering keyin, buni ham tozalab sizga opaqana qilib olib chiqib beraman dedi. Birinchi bo'lib katta tog'oramni olib, ichiga suv to'ldirib gazga qo'yib qo'ydim. Bismillah deb ishlarimni boshlab oldim. Qaynoq suvni ustiga qasqonimni qopqog'ini qo'yib, birin-ketin hammasini solishni boshladim. Deganing uchun. Mana bu rais uchun. Sizlar ham ovozini eshitib ko'ringlar. Tozalaganga erishishini qiz zo'r tozalasin deb oddiygina salfetka bilan artib sizlarga ko'rsatdim. Qolgan kirlarini bo'lsa machalkada yaxshilab chiqalab olamiz. Qaranglar qizlar, bittada shunaqa zo'r natijaga erishsa bo'ladi. Agar hali ham shu mahsulotdan olmasdan qo'rqib o'tirgan bo'lsanglar, mana sizlarga dosini hozir ko'rasizlar. Vau, qizlar natijasini qaranglar, shunaqa zo'r yaltalab qoldi. Qo'shnim ham buni ko'rib, juda ham hayratda qolsalar kerak. Ayniqsa shu idishlarni umuman tanimaydilar. Idishlarni shunaqa holga keltirib qo'yganimdan keyin qo'rqqanimdan qasqonlarni etagiga bekitib, ustiga menga ishonganlar uchun akvamarindan bittasini qo'shib savoldim. Rahmat sizga ham e'tiboringiz uchun, menga ishonib berganingiz uchun. Akvamarin ishonchimni oqladi. Nima deb o'ylaysizlar? Qo'shnim menga nima dedilar?